Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim, omonmisiz? Salomatlik borasida yana sizlar bilan birga ekanligimdan juda ham xursandman. Bugungi mavzumiz jiravay gipotoz, ya'ni jigar yog' bosishi. Jigar yog' bosishi qanaqa insonlarda bo'ladi va qanaqa qilib jigar yog' bosadi? Bu bizni noto'g'ri mana shu ovqatlanishimiz, noto'g'ri mana bu fast foodlarni yeyishimiz, semirib vazni katta bo'lib ketgan insonlarimizda, ayollarimizda, erkaklarimizda ko'pincha jiravay gipotoz, ya'ni jigar yog' bosishi kuzatiladi. Bunda biz faqat bu semizlarda emas, ozg'in odamlarda ham bu jiravay gipotoz, ya'ni jigar yog' bosishi kuzatiladi. Buni sabablari birinchi o'rinda biz har xil noto'g'ri ovqatlanish tarzimiz, kam harakatliligimiz, harakatni kam qilishimiz, ko'cha ovqatlarini, fast foodlarni ko'p yeyishimiz, o'sha ba'zi vaqtlarda bu gipotozga bilasizmi, parazitlar ham sabab bo'la oladi. Mana shu noto'g'ri turmush tarzimiz bizni mana shu jigarimizni yog' bosishiga olib keladi. Jigarni yog' bosishida eng avvalo birinchi biz nimaga e'tibor berishimiz kerak? Biz birinchi o'rinda harakat, ya'ni tanamizni harakat bilan ta'minlashimiz kerak. Piyoda yurishlarni tashkil qilishimiz kerak. Jiravay gipotozni sabablari qanaqa organizmda holatlari? Kunduzga inson ovqatlanganimizdan keyin uyqu kelishlari, oqshomga uyquni qochishi, juda ham nima bo'lib qolishimiz, nima desam, ta'sirchan bo'lib qolishimiz, o'ng qovurg'a tagida har doim bir og'irlik hissi, o'sha nimalar, ko'ngil aynishlar, o'sha holatlar bizni jigarimizdagi yog' bosish, bizni jigarimizda yog' bosish bo'lgan bo'ladi ichkarida. Jigarimizni yog' bosganida biz juda ham o'zimizda og'irlik his qilamiz. Tanamizda ovqat hazmlarimizni buzilishi, jigar nagruska bilan ishlaydi. Natijada bizni tanamizda har xil holatlar vujudga keladi. Bilamizki, jigarimiz bizni filtr organimiz hisoblanadi. Jigarimiz yog' bosgandan keyin bu suzgi vazifasini bajaradi. Masalan, tanamizda jigarimiz xuddi biz sog'ganimizda suzgiga sutni suzib olamiz. O'sha buyragimiz bilan jigarimiz o'sha xuddi suzgi vazifasini bajaradi. Qonga har xil toksinlarni, har xil nimalarni, agar ish faoliyati buzilsa o'tkazib yuboradi. Natijada qonimizda har xil infeksiyalar, qonimizda har xil xullas qonimiz yaxshi tanada aylanib bermaydi. Qondagi infeksiyalar, o'sha qondagi har xil qon tomirlarni to'lishi, ya'ni zaharlanishi, o'sha mana shu bizni jigarimiz bilan buyragimiz faoliyati buzilgandan kelib chiqadi. O'sha jigarimizni yog' bosishlarini bartaraf qilishda, agar meni shafqa profilim tagida nomerlarim bor. Sizda agar jigaringizda yog' bo'lgan bo'lsa, nafaqat semiz insonlarda, vazni katta insonlarda, balki vazni ariq bo'lgan insonlarda ham jigar yog' bosishi kuzatiladi. Bu bizning noto'g'ri turmush tarzimizdan kelib chiqadi. O'sha sizda jigar gipotozi, ya'ni jigar yog' bosishi kuzatilayotgan bo'lsa, bemalol menga murojaat qilishlaringiz mumkin. Bemalol sizlarga bepul konsultatsiya berib, o'z maslahatlarimni sizga berishga tayyorman. Bu jigarimiz uchun
nafaqat harakat yoki to'g'ri ovqatlanish, jigarimiz uchun to'g'ri e, yog'larni berish, ya'ni yaxshi suvlarni, toza suv, toza tirik ovqatlarni, toza tirik suvlarni berish jigarimizni biz yaxshi nimalar bilan ta'minlash, ya'ni sharoit yaratib berish bilan biz jigarimizni sog'lom qila olamiz. Nafaqat bular bilan yoki balki biz unga tabiiy bo'lgan dorilarni ham berib, uni o'z holiga qaytarishimiz mumkin. Sizlarga mana shunday maslahatlarimni berishda davom etaman. Sizlar bilan yana salomatlik borasida uchrashguncha salomat bo'ling azizlarim. Maslahatlarim kerak bo'lsa bemalol menga mana shu profilim tagidagi nomerlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bemalol sizlarga o'z maslahatlarimni berishga tayyorman. Salomat bo'ling azizlarim. Yana uchrashguncha sizlar bilan